Biza servisimizni kengaytirdik. Bu servisimizga rostsiz keramika polirovka ishlari bo'lmas edi. Chunki mashina juda ham ko'p bo'lsa, bera ikkita mashina sig'adi. Ana bera biza yana bitta servisimizni oldik. Hozir ko'rishingiz mumkin. Remont ishlari bo'ldi, tugadi hammasi. Xudo xolasa biza bera keramika polirovka ishlarini, bronna plyonka ishlarini shehra qilib kelamiz. Xudo xolasa birinchi mashina o'zimniki bo'ldi bera. Anodir qanday bo'libdi? Hozir bunga nima bo'lyapti? Tushuntirib ber bizaga. Badani hassalari yo'q ekan, o'zi normal ekan badani. Prosta blesk uchun gologrammasi bor ekan ozgina, o'sha uchun bir sloyd berdim. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. O'zlaringiz bilasizlar-ku, men mashinani juda ham yaxshi ko'raman. Endi Nodirga ishonib, ana shuni berdimki, ana shuni chiroyli qilib polirovkalarni qilib beradi o'zi. Qanday joycha? Zo'r chiqibdimi? Xudo xolasa ana shu yerga kelaverasizlar endi, ana shu yerga hamma ishlaringizni qilib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.